Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi video obzorimizda akalar ikkita mini traktorlarimizda biri remelli, biri kardalli bo'ladi. Ikkita mana shu mini traktorlarimizda obzorini qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib boringlar. Obzorimiz davomida ishlashlari, oxirgi narxlari va to'liq ma'lumotlarini aytib o'tib ketamiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Keyin manzilimiz Namangan Sadoqatda joylashgan bo'ladi, Perval yo'lida. Xo'sh, birinchi bo'lib hozirgi kunda eng ko'p sotilib turgan Zubr 1105 larimizda yangilangan vipiskasini obzor qilib beramiz. Birinchi bo'lib, keyin esa kardalli traktorlarimizning ma'lumotiga o'tamiz. Ko'rib turganlaringdek 1105 traktorlarimizda yangilangan vipiskasi, zavodskoy dinamlari, faralari, signallari hamda datchiklari qo'yilgan, insholari ikkitalik bo'lgan, vozdixlari kattaroq qilib ishlangan variant akalar. Balonlari legropka bo'ladi. Maksimal chiqarilgan holatda balonlari hozirgi turishi 1 metr akalar, markazdan markazgacha. Eng maksimal oxirga tirab chiqarsalaring akalar 1.40 bo'ladi. 70 agatlarga moslab ishlataverasizlar, 60-70 larga moslaverasizlar bemalol. Traktorimizda komplegida 120 lik frezalari qo'shib beriladi akalar. Hamda mana shu ikki korpusli pluglari qo'shib beriladi. Pluglari ham zavodskoy, temirlari qalin, baquvvat qilib ishlangan bo'ladi. Traktorlarimizni faqat orqa balonlari tortadi. Balon razmerlarini ko'pchilik biladi, bilmaganlar uchun 600 ga 14 hamda 500 ga 12 balonlar bilan jihozlab qo'yilgan akalar. Datchiklarida motorda yog' datchiklari, suv datchiklari hamda akkumulyator datchiklari qo'yib ketilgan. Rollari doimgidek gidravlika holatda bo'ladi. Qolgan joylar deyarli bir xil eski vipiska bilan quyon toshbaqasi, skorslari oldiga 3 ta, orqaga bittalik. Quyon toshbaqada ham bir xil ishlaydi akalar. Xo'sh, balon blokировkalari bor akalar. Seplenasi, tormozi, gazlari bo'ladi. Xo'sh, traktorlarimizda oldi balonlari legropka bo'lmaydi. Motorlari 1105 motor. 145 kilogramm bo'ladi. Motorlari kilogisi 18 ot kuchli, 2025-yil 7-oyda ishlab chiqarilgan. Xo'sh, motorlari soatiga 1 litr salarka rasxod qiladi, 10 litr atrofida salarka elitadi. Radiatorlari suv yoki antifriz bilan sovuydi akalar. Bemalol suv, antifriz qo'yib ishlataverasizlar. Ko'rib turganlaringdek, traktorlarimizni komplekt holatda 25 million 500 ming so'mga xarid qilishlari mumkin. Ikki korpusli pluglari, frezalari va qo'shimchasiga mana shu hozir kitoblari chiqadi. Mahavik kulichlari, zavodnoylari va 3-4 ta prostoy kulichlari bo'ladi. Hamda keyin priklatkasi qo'shib beriladi. Xo'sh, undan tashqari yana somkasi bor, yana 5-6 ta kulichlari. Mana kelar. Somkasining ichida ham kulichlari bo'ladi. Hozir endi qisqacha ishlashini, ovozlarini eshitib ko'rsatib beramiz. Chiqib ketmasdan kuzatib tursalaring akalar. Kalta zavod bo'ladi akalar, juda tez. Xo'sh, navbatdagi mini traktorimizga keladigan bo'lsak akalar, bu traktorimiz 3 porshilli, 25 ot kuchli bo'ladi, injektor motor bilan jihozlangan. Akalar, bu traktorlarimiz 4x4 tortadi, motorlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana motorlari, radiatorlari ham katta radiatorli, akkumulyatorlari. Xo'sh, 3 porshilli 25 ot kuchli injektor motor bilan jihozlangan.
250 tor mini traktorlarimiz hisoblanadi. Xo'sh, balonlari 4x4 tortadi. Mana zavodskoy virkalarini ko'rsatib o'tamiz. 25 ot kuchli, 684 kg vesi bor akalar. Traktorimiz faqat bir xilagatda yuradi. Orqa balonlari ham, oldi balonlari ham legrovka bo'lmaydi akalar. Rollari gidravlika holatda, tablolari mana shu chiroyli qilib ishlangan. Salarkaga harakatlanadi. Soatiga 2 litrdan maksimal 3,5-3 litrgacha rasxod qiladi akalar. Orqa ko'rinishlari pryamoy palovoz, qishloq xo'jaliklari qo'yib ketilgan. 2 korpusli puliklarni bemalol tortib ishlatadi. Ko'rib turganlaringdek. Bularni ham ovozlarini eshitkizib, hozir ishlatib ko'rsatib beramiz akalar. Narxi, traktorimizning o'zini narxi 68 million so'm akalar. Oxirgi narxlari puligi bilan xarid qiladigan bo'lsalaring 70 million so'm qilib beramiz. Bu albatta oxirgi narxlari. Hozir ishlatib ko'rsatib beramiz. Xo'p, traktorimizda mana oldi ko'rinishi. Toshlari, yana toshlar, qo'shimcha toshlardan ilvosalaring bo'laveradi. Hozir 12 kg-dan 3 ta tosh qo'yib ketilgan, 36 kg mana shu tosh og'irligi bor. Kuzatib turinglar, ishlatib ko'rsatib beramiz. Rollarini akalar mana burilishlari. Salarka boklari ham mana shu yoniga qo'yib ketilgan. Hozir yurg'izdirib ham ko'rsatib beramiz. Skorslari ham mana yoniga chiroyli qilib qo'yilgan bo'ladi. Akalar mana traktorimizda ishlashlari. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, traktorlar, mini traktorlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Optim narxlarda qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud. Akalar mana ko'rdilaring traktorlarimizni. Bemalol qanaqa xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Traktorlarimiz haqida yanada to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, telefon raqamlarimizga bog'lansalaring, to'liqroq ma'lumot berib ketiladi. Bu traktorimiz pritsep bemalol tortadi, 2 korpusli pulikni tortadi, hamda mana shu ko'rinishdagi 140 lik frezalarimizni ham bemalol ishlata oladi. To'liqroq ma'lumoti yoki-da boshqa bir traktorda ma'lumoti qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar akalar.